Me'roj kechasidan g'aflatda qolmaylik. Azizlar, ertaga Me'roj kechasi. Ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kecha, Me'roj kecha, Rajab oyining 27-kechasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoga ko'tarilgan, 5 mahal namoz farz qilingan, Baqara surasining oxirgi 2 oyati berilgan, ummatning gunohlari mag'firat qilingan kecha. Ulug' kecha, fayzli kecha. Bu ertaga, ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kechasiga to'g'ri keladi. Xossatan ma'lum bir ibodat yo'q. Mamnuncha rakat namoz o'qish kerak degan narsa yo'q. Rahoib namozi umuman unaqa namoz yo'q. Nafl namozlar, zikrlar, Qur'on tilovati, Qur'on eshitish, kitob o'qish, qo'yinki ibodat bilan o'tkazsak bo'ldi. Yana Adham Sharqoviyni Payg'ambar izdan degan kitobi juda ham zo'r kitob, yaxshi kitob. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrlariga sayohat bo'ladi. Bu kitobni o'qigan odam o'z-o'zidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga, saodat asriga, sahobalarni ichida yurgandek o'zini his